Assalomu alaykum aziz birodarlar, hurmatli Abduy Hoji kanalining ishqibozlari, hurmatli obunachilar. Mana Xudo xolasa bugun 30-may 2025-yil. Mercedes sizlar 10-may kuni edi, ha? Sharbat olib kelib oqizganmiz. Mana bolalar Mirzabekni topolmayapmiz, telefon nomeri ishlamayaptimi? Aloqa chiqib bo'lmayapti. Mana Xudo xolasa effektini qarang. 20 kunda qanchalik tozalab aqib qo'yibdi. Meva yong'oqda meva bor edi shundan. Endi video qilganimizda sasi berganlar bo'lsa ko'radi. Bugun 30-may. Abduy Hoji begimizlari bu. Mana ular zichib ketibdi rosa. Xolos, palalar yang'irgan, palagi yaxshi, hosil yaxshi. Bu ikkinchisini qo'yish kerak, shunga xabar olgani keluvdik biz hozir. Dehqon telefoni ishlamayapti, bilmayman nima qilyapti. O'zimiz topib keldik, 25 kilometr bosib keldik endi, xudo xolasa. Xalqqa ko'rsataylik dedik, yolg'on ekan bo'lmasin dedik. Mana mevalar, ikkita, uchtadan bor, xudo xolasa. Shuni pishirib bersa bo'ldi dehqonga. Bitta emas, ikkita, uchtadan pishirib bersa ham bo'ladi. Anchalar namanganlar aytadiki, bizga bitta pishirib bersa, 3 ta pishirib bersa teshib chiqadim mana. Hecham teshib chiqmaydi. 1000 so'mdan sotsa ham pulda. Mana hozir loylar bosib keldik, endi iloji yo'q. Yo'llar rasvoy ekan. O'zimizda emas. Bormoqga qilamiz endi. Yaxshigina loy bo'ldi. Kechqurun yaxshigina yomg'ir yog'ganidan yamalar bor ekan katta-katta. Mana 628. Endi ko'rsataman sizlarga. Oldi mana 5 kilo ham bo'lib qolibdi mo'ljallar. 5 kilo chiqib qoladi mana shu to'g'ris. Dehqonlar yo'q, endi pishgan yo'q deb, biri kelmaydi deb tashib ketganmi hammasi mana. Men yerda 4 gektar 5 gektar joy bor ekan. Shuni olman akamizda nimaga? Shuni ham mevasini ko'rib kelay cho'j ekan men, ha? Mevasini sarsa bermabman haqi. Bo'pti o'g'aylar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Abduy Hoji begimizlari bu. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, ishonaveringlar. Mana joyini topib keldik, dehqon yo'q ekanmi lekin. Telefon ishlamayapti, nima qilyapti bilmaymiz uni. Isla qolishchi mana shu buchkalardan bittasi turibdi ekan, olib ketmayapti uyga. Sharbatdan bormi ekan hali ichida. Boshqa narsa ham qilyapti ekan bular. To'xtar holatini oqizyapti shekilli. Ha, shunaqa narsalar qilibdi mana. Maylida o'g'aylar, kim bilgan, hamma bilgan, mulla bilganni o'qiydi, to'q ko'rgani cho'q edi. To'xtar holatini oqizyapti ekan o'g'aylar. Salomat bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Mana sizlar mashinadan quyganmiz ha. Shuga tashab. Mana shu buchkalardan 5 tasi bor edi. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Abduy Hoji begimiz kanalining ishqibozlari. Mana haqiqiy mehnat holatini kuzatamiz. Xudo xolasa bugun 16-aprel 2025-yil. Mana begimiz Tarvuzga begimiz hisob ekishyapti, xudo xolasa. Qanchadan solyapsizlar? 150 gram mo'ljalda? Berlar, kattaroq beramiz. 150 gram atrofida solishyapti. Men o'zimdan ko'rsatishmayman. Olamayapti ko'rsatishdi. Mana 40 sotik yerda. Zaparjon shpanatga ikki mashinada shpanat bo'lgan edi, eslasizlar. Buni ham syomka qilganmiz. Mana Zaparjonning mashinasi. Zaparjon jo'sh qiyin bo'lyapti. Juda mehnat. Suvda qasab yuguradi. Bu bo'lmasa yomg'ir ham bo'lib turibdi. Shamol ham kelib turibdi mana. 2025-yil. Mana begim, men qoploni begim sizlar. 16-aprel. Xudo xolasa buni hali sharbatni ham beramiz, uni ham ko'rsatamiz. Mevasini ko'rsatamiz, hammasini isbotlab beramiz. Xudo xolasa dehqonlarga erkinlik qilib beramiz. Takazat qilamiz hammasini xudo xolasa. Hali Abduy Hoji begimizlari bu. O'zini ko'rsatib qo'yaman. Va yaxshilarni ko'rsatib. Zaparjon mashinasini ko'rsatib qo'y, ishamaganlarga.
Bular bego'mizlar. Yaxshi ko'rib ko'ringlar. Mehnat qadriga yetinglar. Qarasa tujay.